Xo'p, bugun biz endi Robakan test saytida akkaunt ochish va u yerdagi masalalarni ishlashni ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi biz qidiruvga Robocontest deb yozamiz. Robocontest yozib, chiqqan birinchi saytimizga kiramiz. Robocontest saytiga kiramiz. Xo'p, internet biroz sekinlik qilyapti bizda. Endi birinchi bu yerdan biz akkaunt ocha olamiz. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish degan joy bor. Shu yerga o'zimiz hamma ma'lumotlarimizni kirgizamiz. Xo'p, men o'zim internetim ulaman ekan, Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Hozir biroz kuttiramiz endi. Hozir internet almashtirib bo'ldi mana. Endi Robacontest ro'yxatdan o'tishda avval birinchi joyimizga o'zimizni ism familiyamizni kiritamiz. Bahromov Xayrulloh. Endi elektron pochta manzili. Hamma o'zining elektron pochta manzilini yozadi va bu yerga o'zining telefon raqamini yozadi. Men 95lik shu nomerni yozyapman. Endi o'zimizga birorta taxallus o'ylab topamiz. Misol uchun Bahromov Xayrulloh. Xo'p, endi o'zimizni viloyatlarimizni yozib ketamiz. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, o'qish joyi. Menimcha bu yerda kiritilgan bo'lishi kerak. Menimcha o'zimizni kiritamiz. Demak, bu yerda bizning maktabimiz chiqqanda mana birinchidan birorta maktab tanlab qo'yapmiz. Endi men 10-sinf o'qish joyimga mana 5 yozaman. Andijon viloyati. Xo'p, o'qish joyi yoki mana Shahrixon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Endi o'zimizga birorta parol yozamiz. O'zimni parollarimni birortasini kiritaman. Demak, yozib turamiz. Endi o'zimizga birorta parol yozamiz. Xo'p. Endi men akkaunt ochganim uchun bu yerda akkaunt ochilgan deyapti. O'zimiz shunaqa akkaunt ochishni bir qator tushuntirib ketdim. Endi bu yerda kirish degan joydan xuddi o'zimizning akkauntimizni kiritamiz. Xo'p, shu yerga akkauntimizni kirgizib turib, meni eslab qolsa kirishni bosamiz. Xo'p, akkauntga kirib olganimizdan keyin bu Robacontest sayti bizga nimalarni beradi? Biz Robacontest sayti orqali o'zimizga kerakli o'zimiz orttirgan Python dasturlashtiruvda ortilgan yoki birorta C++, boshqa shunga o'xshagan dasturlashtiruvlardan o'rgangan narsalarimizni bu yerda masala ishlab o'zimiz nima deydi? Bilimimizni mustahkamlaymiz. Endi men asosiy ishlanadigan joyimiz bu yerda olimpiadalarga o'tib, mana bu yerda mashg'ulotlar bo'limidan shu narsalarni o'rganib ketamiz. Endi biz birinchi ishlashimiz kerak bo'lgan narsa bu beginner masalalari. Beginner masalalarini birinchi biz ishlab o'rganamiz. Bu if hozircha shart emas bizga. Biz o'rgangan narsalar beginner masalalari. Endi bu yerdan qatnashishni berishni bosamiz. Xo'p, boshlash. Bu yerdan masalalar. Endi biz shu paytgacha o'rgangan narsalarimizni shuncha masalalar bor. Shu o'rgangan narsalarimizni mustahkamlaymiz shular orqali. Endi birinchi savolda ishlab ko'rsataman.
kvadratning tomoni A berilgan. Uning perimetrini aniqlansin deyapti. Demak, bizga kvadrat tomoni, demak, buni A o'zgartirishga tenglab olamiz. Har doim raqamlar integer ma'lumot orqali so'raladi va input yozyapmiz. Input. Xo'p, uni qavs qolib ketmasin. Intga. Endi kvadrat perimetri qanday topiladi? Demak, bitta tomonni 4 ga ko'paytirib qo'ysak, perimetr kelib chiqadi, to'g'rimi? Demak, yozamiz print a ko'paytiruv 4. Demak, o'zimizga kerak bo'lgan modda Pythonda dasturlash tilini tanlab olamiz. Shuncha dasturlash tillari bor bizda. Biz har doim Python 3.12 dan foydalanamiz. Esdan chiqmasin. Yuborishni boshlaydigan bo'lsak, pastda shu ishlagan masalamizga javobini aytadi mana. Test qilyapti. Agar testimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mayda x deb chiqadi. Hop, kutamiz. Ha, x deb chiqdi. Demak, ishlagan narsamiz bu to'g'ri deyapti. Endi bu yerdagi errorlarni tushuntirib o'taman men. Tizimda ishlash. Xo'p, mana. Accept bu dasturimiz to'g'ri ishlayotganini bildiradi. Wrong answer degani javob noto'g'ri. Dastur bergan natijalar hakamlar hay'ati javoblariga mos kelmaydi. Time limit masalada belgilangan vaqt cheklovidan o'tib ketishi. Presentation error javob chiqarilmadi. Completion error kompilatsiya xatosi, ya'ni dasturning sintaksis xatosi Java tilida amalga oshirilayotgan main dan tashqari sinf ishlatilgan bo'lishi mumkin. Bu kamdan kam uchraydigan xatolik. Memory limit dasturdagi birorta masala ishlaydigan bo'lsak, agar dastur keshga ko'p narsa yuklab oladigan bo'lsa, memory limit xatosi beriladi. Xo'p, runtime error bajarish xatosi. Dasturimizda birorta kod yozayotganimizda nuqta virgullar xavfsizlar qolib ketadigan bo'lsa, runtime error chiqadi ko'proq. Bu compiling dastur kompilatsiya qilinmoqda, ya'ni tekshirilmoqda. Running ishlatmoqda, dastur ishlatyapti. Waiting degan kutib turish degani. Bu inglizchadan tarjima qilsak ham shu ma'noni keltirib chiqaradi. Xullas, shu dastur shunday ishlaydi. Bu yerda chiqadigan ma'lumotlarni aytib o'tyapman. Endi misol uchun bu yerga 2 qiladigan bo'lsam, wrong answer test deyish kerak. Wrong answer test 1 misol uchun. Menimcha shundan chiqaradi. Xo'p, kutyapti, waiting. Kutamiz. Agar dasturda boshqa waitingni qatlaydigan bo'lsak, Ctrl R yoki F5 yoki mana bu tugmamizdan foydalanamiz. Men Ctrl R dan foydalanyapman. Bir qator sayt yangilab oladi, ya'ni wrong answer test 1 da xatolik beryapti. Demak, test tuzgan dasturimiz qayerdadir xato qilyapti. Bu yerda masala ishlashda demak bizga ham IQ taraflama ham bilim taraflama kerak bo'ladi bizga. Masala ishlashimiz uchun ko'nikmalar. Mana test qilyapti. Xo'p, bir marta yangilaganimizdan keyin uje accept bo'lish kerak biz uchun. Test qilinmoqda. Test +16 va accept. Xuddi shu accept bo'lgandan keyin mana bu yerda sirka chiqib qoladi ishlagan masalamizda. Xuddi shu masaladan bizga masalalar ko'p. O'rgangan bilimlarimizni shu orqali takrorlab ketamiz. Demak, bugungi uyga vazifamiz hamma shu Robocontest saytidan ro'yxatdan o'tib, A masalasidan, ya'ni beginner masalalardan A masaladan tortib, xo'p, W masalasigacha, Z gacha ishlab kelish kerak. A dan tortib Z gacha hamma masalalar ko'rib chiqilishi kerak. Keyingi darsimizgacha.